Tizikte maşinayı da жүрген qaysı bayının qaçısıydı o bu. Ya bo'lmasa, men kelib ishlayapsizlar ya. Poğu bacanmagan ki bir et verin lan bapta. Pul deb turmayın, jo xotirjam ishlatavering. Meni bir mo'j gapni chek o'lib mangdi. Tizikte maşinayı da жүрген qaysı bayının qaçısıydı o bu. Papa, qılıç nasıl bulundu? Qiymaho. Nima chiqmagan aptab qarab, ko'tildab tursiz ya bu yerda, makligun nega? Bu hoşlan Bekrahun kelsen go. Ha. Ya, nima ish qilyapsizlar bu yerda? Qanday ahvolinglar yaxshimi? Obdat tudingmi, yaxshi tudingmi? Bu mashinangning labas buzib qolmagandi o? Qiymaho. Bu buzuq mashina bu yo'lga chiqib haydigan olmaydi. Ha. Sizni bor, endi vaqtda kooperativni qurib qo'yib, yo'lga patmay ig'naqshib yurgantinglar. Biz bunda sizni do'rab qo'ydik. Ya, Bekrahun. Üçanlı bek yaman kencima. Travagan o'xshamamsizlar? Voy adash, uni bir demanglar, hozir vaqo. Mening mush beshimdan to'liq qundek ishim bo'lib ketdinglar. Ili shak kirayotgan, ili osha, ili mosha. Shunga mashinalar bilan shofirlik maktabda biraqli elibdi. Obdan bo'pti. O'zingni ish qilyapsizlar? Men nima ish qilyapman Bekrahun? Men o'zingni ko'rdinglar men bog'ni. Endi 9 yıldan yaqi mush mevlik daraxt qo'yib, buni obdan pul qildi. Endi qarasam, ma mevlik daraxtni sal qirib qapti. Shuni buni bir chiqirib etsam, men ehtiyojliqim ishga nima tersam bo'lar deb shu boshqa tinchlik. İli bu yerliga ili mevlik daraxt deysizlar, ili jigida, ili shimi deysizlar, chiqib shuni qo'yib ketdinglar. Mana hozir tuzlab, toza terg'idek bo'lib qapti mana. Qaranglardash. O'tgan yil men Sametjonning gibidan bog'o. Ay yerliga da shu kipez terib etgantimdanlar. Kipez degan alamat o'xshab ketdi. Paxtimi bu yil pul olib ketdi emasmi adash? Shunga bog'o adash. Bugun mana bog'o. Aş kipezning urug'ini ekilib, balduroq bir besvolay deb keldim. Mana qarsam sizning mota beshingni qetib qolgandek turdi. Ya bo'lmasa, men kelib ishlayapsizlar ya. Voy, Bekrahun. Men bog'o, sizdek oylik, kunlik deb shunmayman. Og'zingizdan chiqqini berim mana. Ata poni. Po'g'i bajanmagan ki bir et verin lan bapta. Kim qo'nqib baqadashga. Adash, teg'chi menga ishonmayapsizlar. Bekrahun, siz shu soyda uxlayma degan gapga o'zinglarmi ishonmaydigan to'sanglar. Ma'qul, pul topdinglarmi deydi. Ammo mashinami olgan bo'linglar. Zada qanday qilib mush olib keldingizlar? Menda qarasam, siz tazimini ko'zingizga ilmoqsizlar hozir, ha? Ben sizlik dedim-ku, o'tgan yil men kipeslerdim deb. O'tgan yil adash men sizga deb qo'yaychi. Sizlarga qo'nqib baqadash bir de chiqmaydigan. Ma'valqi mashhur shirkatninki urug'shunos degan kipesini terib, Mo'lsul deganni ep ketdi. Paxtimi alamat bo'lib ketdi. Bu yil menga ashniyan davomli terimi deb baldo eklib qo'ydim. Urug'dan o'yib besib qo'ydi. Ko'rib baqamsizlar? Bir ko'rib baqam. Mashina oqsizmi? Mana adash, ko'rdinglarmi? Voy. Adash, sizlarga meningdan bir xalta beray. Abrab terpaqanlar. Terib boyib ketsanglar, pul deb turmayın, jo xotirjam ishlatavering. Endi bildim Bekrahun. Sizni mush yo'lda alchangni tutib mang'izgan, mush mashhur shirkatining urug'shunos markasidagi mush kivaz urug'i ekan-da. Deyman, mana. Mana adash, mana. Bir terib ko'rib baqinglar mana. Ma'qul. Mendek boyib ketsanglar ajab emas. Bekirka! Bekirka! Uyang mehmon kelibdi. Bo'ldi. Men berib kelay adashim. Ma'qul. Bekrahun, mashinani qoldi. Ishim bo'lmaydi adash, hozir yug'izgan birdan qurib olsin. Samet qanday ardingni dardingni men mo'ytayda ardimni birmalida cho'ng bo'lib qiymaxon sen bilmaysan qadrimni. Aka? Oy, chaldingmi? Oy.
Bu maşin lazım bo'lsa, menga demay, o haqda maşin so'rab yurdim menda. Voy, yo'q ukam. Bu Bekraxonning mashinasi. Bekraxunni? Ha, ma urug'mi shuning? Ma urug'ni ismini ishlatib ko'rib yiqinglar deb meni bir mo'j gapni chekib olib mangdi. Degan texa do'qmush qo'lim qo'shnilarga men mashinasini damla qilib turibdi-ku. Endi navbat bizga ketdi-da. Qaysarjon. Bu Bekraxonning gapiga ochiqlanmaylar ukam. Rostimni desam, uning mushinchilik ish qilganidan men xo'shib qoldim jiba. O deganingmi to'g'ri aka. Lekin Bekirkam biz bilmaydigan odamma. Ha? Mushunda qo'saqni essin maylimi? Mayli ukam. U Bekraxon mush yeshida bo'lsa-mu, yaning qadrini, emgakning ta'mini tetig'ining o'zimi cho'ng ish. Ha, sen bu yoqqa o'tib qolsan-ku. Ha shu son masalasga ozroq ishlatdi. Xo'sh, Men ma do'konni o'zgartiraymikin deyman aka. qanday deysa? Endi ma yeziga kelib, men bek zamoniy do'kon ochib o'pdim qara. Ha. Endi bu do'konda bo'lgan soda, ma qo'saq bilan do'konning ijosini faqat oshmadi. Shu men mush dehqonlar qulaylik qilib, menda uruq, qimiy bug'ot, sulyo yubuq degandek narsani sotadigan bir do'kon qilsam qanday bo'lar? Buni obda o'ylab so'zim ukam. Ha. Bu jihatda sen oliy ma'lumotliq. Bu jihatda men sana ishonaman. Uning ustiga qishning orsaldi vaqtida sodani qilaversa. Shu. Bo'g'idek. Unda bo'lsa, men mush ishimni tayyorligini qilaveray aka. Iliq mashhur shirkatlarga aloqalashib qo'ydim. Uruqshunos markasidagi kevaz uruqini do'konga soladigan bo'ldim. Dal mana shu mashhur shirkatining Uruqshunos markasidagi kivaz urg'i, ay Bekraxonni olchangiltib, ashna poat qizotganga. Aka, unda bo'lsa, men do'konning ishini ashta bekitaylar. Bayatdan men bo'lmay qopti menda. Bo'lmasa Bekrakamga javobni o'zim berdim. Ha, hayfka. Mayli emasmi? Mayli Bekraxon, mayli boshqalar bo'lsin, qilgan gapiga ha deb qo'yamiz. Chunki yuzimizni ular ko'radi. Yurgimizni o'zimiz.